Mana Matiz bozoriga keldik. Bishkek bozoridagi Matizlar video qilyapmiz endi. Matiz 2006-yil mexanika 08 motor 5-6 litr rasxod qilar ekan 100 kilometrga. 225 ming so'm Qirg'iziston puliga. Hamma yoq bo'ri bo'lib ketdi. Voyda, endi nima bo'lar ekan? Atirlar hadi kelib turibdi, cho'tki ekan. Apishib kelyapmiz o'raka. Стальной Рагматис. Avtomat коробка, Devo. Avtomat коробка 2008 ekan. 265 ming Qirg'iziston puliga. Avtomat коробка ekan-da. Vikubga ham rassrochkalagan bo'ladimi aka? Aql. Rassrochka yo'q aka, nalichkaga arzonroq berishar ekan. Aql. Oqmatis 235 ming so'm ekan. Srochni sotilardi. 2012-yil. Mexanika. Mana qanaqa moshina kerak bo'lsa aytsani, reklama qilib beraveramiz jigarlar. Poddashga qilib tursan har bir zo'r chiqamiz. Qanaqa moshinaga qiziqishinglarni aytsani bo'ldi. 2013-08 motor. O avtomat коробка ekan. 270 ming Qirg'iziston puliga. 250 ming so'm berar ekanlar. Avtomat коробка. Voy dod, Matizlar avtomat коробка bo'lsa. Cho'tki ekan. Dollari qancha endi aka bu? Bildim dollar tanımasam-da. 260 ming so'm Qirg'iziston puliga. 132 ming kilometr yurgan ekan. 2012-yil. Avtomat коробка.